Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Bugun men Sirdaryo viloyatiga keldim. O'zimga naborlarimni yangilash uchun va yangiliklarni o'rganishim uchun. Rustam aka, hozir bilasiz, men ko'proq akusherstvo bo'yicha dars beraman, ham ishlarim shunday. Akusherstvo bo'yicha, xirurgiya bo'yicha nimalar yangiliklar keldi, nimalar bera olasiz menga? Domlajon, mana mahsulotlarimiz sizni sohangizda oid. Bu nima uchun ekan bu? Bu ovulation tester. Ovulation tester. Qanday ishlatiladi bu? Ovulation testerimiz asosan molni jinsiy a'zosiga tiqiladi. Qin yo'liga kirgandan keyin bu yerda o'zini indikatorlari bor, o'zi sezuvchanlik. Xo'p, bu tiqilgandan keyin bu buraladi bir marta. Buralgandan keyin bu yerda knopkasi bor. Bir marta bosiladi. Bir marta bosilgandan keyin 3 ta sifr chiqadi mana. 3 ta. Shu sifrlarga qarab bilinadi. Misol uchun 250 dan to 380 gacha atrofida bo'ladi. Bu endi yangilik. Shuning uchun bu mahsulotimizni nima deydi? Sizni sohangiz shu bo'lgani uchun sizga sovg'a qilamiz. Faqat bizga O'zbekistonni territoriyasiga qanday moslashadi, qanday bu savollar juda ko'p. Olgan bolalar bor, ishlatayotganlar bor, o'zlari tajriba qilib bo'layotganlar bor. Shuning uchun Instagram kanalingizga mana shuni ishlatish jarayonlarini o'rgatib, mana shu bolalarimiz olayotgan bolalarga o'rgatib bersangiz zo'r bo'ladi. Navbatdagi videolarimizda buni videosini qo'yib boramiz. Men qo'shimcha ma'lumot qilmoqchimanki, sigirlarda kuyga kelganda feromon suyuqligi bo'ladi. O'shanda estradiol gormoni bo'ladi. O'sha estradiol gormoni miqdoriga qarab sigir kuyga keldi kelmadini o'sha ko'rsatib beradi. Buni albatta tekshirib video qilamiz. Natijasida qo'yib boramiz bunda. Xo'p, gormonlarni mana qo'ymaymiz-da biz. Siz mutaxassissiz. Bu suni qo'yadigan apparatimiz. Buni bilasiz, ko'rgansiz. Buni ham ko'rganmiz, ishlatib yuribmiz. Menga yoqqan tarafi bachadon bo'yinchasi, ya'ni sheyka matka ochiq yopiqligini ko'rsatib beradi. Mana o'sha bundan ishlatib yuribmiz, lekin o'zimda shaxsiy bo'lmaganligi uchun bunga keldik. Mana qo'lim turibdi, mana bu holatda. Bu bemalol. Endi hamma narsani qilib, molni urug'lantirib, davolab, urug'lantirib, hamma narsa bo'lgandan keyin uzi apparat kerak-da. Bizning asosiy savdo anonimiz uzi apparat hisoblanadi. Mana uzi apparat. Xudo xolasa buni modellarini ko'paytiryapmiz. Hozircha bu oddiyroq modelimiz. Keyinchalik yana kuchliroq modellarimiz bor. Ularni sekin yana ko'rsatib boramiz. Rustam aka, sizdan bitta narsani iltimos qilsam maylimi? Bemalol. Men bu uzi apparatni o'zim ishlatib yuribman. Siz bo'lganim uchun. Lekin bu shogirdim yangi. Mana. Mush bilan pul topsa olib qolish mumkin. Albatta. Shu bugun bironta obyektingiz bo'lsa, borib tekshirib ko'rsak, ham bunga praktika bo'ladi. Ham menga bu uzi apparatni ishlamasligini garantiya bo'ladi. Albatta. Bizda domlajon 2 yil garantiya, ham o'rgatib ham berish bor. Xohlasa bir oy yursa bo'ladi. O'rgatib bo'lsa, ketib qilamiz. Mana ikkinchi sigirimizni tekshiryapmiz. Xudo xolasa hozir ko'rsatib beramiz. O'sha yuqorida ham aytib o'tdik. Uzi apparatda imolni sinov qilib ko'ryapmiz. Bo'g'ozmasligini. Necha oylik bo'lgan, hammasini ko'rsatib beradi. Qaytadan tekshiryapsiz. Bo'g'ozmikan, bunimi ekan? Mana bo'g'oz ekan. Ko'rdingmi? Qo'lni tiqqaningda bor-ku, sekin mana sidik pufak bor-ku, alenterda mana, qara. Mana sening sidik pufak, mana sidik pufak sening alenter bo'ladi. Tushundingmi? Sababi mana, g'ovakchilarni ko'ryapsanmi? Mana g'ovakchilar ichida o'ynatyapman mana. Ko'rdingmi? Embrion davri ekan. Shunday. Bir oylikda bir oylikka yetar yetmas hozir. Unda to'xtaymiz hozir. Hozir bu yerda qo'l harakatlariga ahamiyat ega. Ko'rdingmi? Qo'l harakatlari. Salgina nito harakat mana bo'lyapti. Ko'rdingmi? Mana. G'ovakchaning ichida turibdi. Domlajon, mana yangiligimiz. Siz endi xirurgiya bilan shug'ullanganingiz uchun, akusherstvo va xirurgiya bilan shug'ullanganingiz uchun mana shu narsani sizga ko'rsatyapmiz.
Ularga ma'lumot berib ketsangiz ham yaxshi Bu bo'ladi. ruminatamiya qilganimizda yoki bo'lmasa o'sha kiselva qilganimizda ko'p qiynalardik. Mendagi shogirdlarim boshlab turadi, lekin o'sha qolganlarda muammo bo'ladi. Bachadonni yoki bo'lmasa ruminatamiya qilgan paytda bu qorni tekshirib, mana bunda qistirib qo'yiladi-da bu. Bunda kafedramizda bor, lekin o'sha bizlarda juda ko'p kishi operatsiya qilganligi uchun talashib qolardik, men olib ketaman, men qilaman deb. Endi bu shaxsiy o'zimga bo'ladigan bo'ldi. Xo'sh, mana bular bundan ham kafedramizda bor, lekin o'zim shaxsiyim yo'q edi. Bu fitotom asbobi deymiz. Fan tilida fitotom asbobi yoki fitotom arrasi ham deyiladi. Mana bular yig'ilib, o'sha o'lgan bolani ichkarida kesib olinadi. Sababi onani navbatda bola homila bo'lish uchun bachadon 20-25 kundan holatiga qaytish kerak. Bola ichkarida o'lib bo'ldimi, u biz uchun keraksiz narsa bo'lgani uchun uni ichkarida bo'lib abort qilib olib tashlash kerak. Mana bular o'sha kestirib oluvchi narsalar, bular orqasida itarib turuvchi. Mana bu hozir zamonaviysi chiqdi, mana bunda ular mana shu holatda ular itarib turiladi-da. Tabiiy bitta qo'lni tiqib turib, ikkinchi qo'lni tiqib bolani to'g'rilash qiyin bo'ladi, lekin mana bu narsa juda ham zo'r narsa ekan. Bundan tashqari buni qulayligi mana bunda bunisini ulasangiz bo'ladi, xohlasangiz tortib olishda, xohlasangiz kesib olishda bunisini ulasangiz bo'lar ekan. Mana bu holatda o'sha kesib bo'lib olish uchun narsalar. Bundan men ishlatganman. Agar bo'layotgan bo'lsa, bundan tashqari pichog'i yangilik o'tdi. Bachadonni kesishda mana shu holatda kirgizib borib, mana bunday holatda kirgizib ichkarida kesiladi. Bu qachonki sheykamatga, ya'ni bachadon bo'yinchasi ochilmay qolgan vaqtida bu pichoq kerak bo'ladi. Bachadon bo'yinchasini kesib bolani chiqarib olish uchun. Keyinchalik o'sha bitib ketadi. Fidonajon tripan miyani ochish uchun. Qo'ylarda ko'pincha tentak kasal deydi, xalq tilida, fan tilida sineroz deymiz. Sinerozda operatsiya qilgan vaqtida bosh miyani ochish uchun, suyakni kesish uchun maxsus narsa. Ya'ni mana shu holatda bizlar drilda qiladi. Drilda emas, bu ko'pincha drilda qilganingizda o'tib ketadi-da. O'tib qo'ysa, u o'lim degani. Bu rossiyskiy narsamiz, bu ham qin chiqib ketganda yoki matga chiqqanda ishlatiladi. Video davomida qo'yib boraman. Mana bu o'sha qin chiqib ketganda tikuvchi asbob, ya'ni qinga qo'yib qo'yayotgan narsa bu. Oldinlari o'sha iplarda yakon o'qiladi. Nima uchun bu po'kak qo'yilgan? Kuchangan vaqtida og'riq bermaslik uchun. Bular juda ham yaxshi narsa ekan. Bu mushuklarni sterilizatsiya qilishda ishlatiladigan kurchogimiz. Bu ko'proq endi shaharlarda ishlatiladigan, Samarqandda ham bormi yo'qmi bilmayman. Bor, bizning o'zimizda ham bor. Bu kurchokdan ham bor. Men tavsiya qilardim shogirdlarga, yangi o'rganayotganlarga sterilizatsiya deymiz. Sterilizatsiya qilgan vaqtida o'sha tortib olayotgan kurchok bu. Hozircha mana shu yangiliklarimiz, xudo xolasa yana yangicha xirurgik naborlarni olib kelishga harakat qilamiz. Harakat qilyapmiz. Endi ko'p vet-vrachlarga foydamiz tegishga harakat qilamiz. Kimga shunaqangi vet texnika kerak bo'layotgan bo'lsa, kanalimizga a'zo bo'ling va podpisatsiya bosib qo'yish oldingizdan chiqmasin.